turing. Qanaqa sog'liqli yaxshi tarafga o'zgarishlar bormi? Nimalar o'zgardi? Endi ikkita kurs lechini oldin, 2 marta olib kelib, birinchisini o'zi olib keldi, keyingisini yana bir o'g'limiz olib kelib berdi. Hali kapsulali bor-ku, Prostamix. Ha, Prostamix yashang. O'shani eshitdik, o'zgarish yaxshi. Yana bir kurs lechinasi bor ekan yana. Bilsangiz. Endi uni olamizda 3-4 kundan keyin o'zgarish, lekin alhamdulillah avvalo Xudoga sababchi shifo beruvchi Allah yaxshi, lekin tabiiy mahsulot ekan. O'zgarish yaxshi ancha. Nimalar bo'ldi? Ko'p qatnashlar kamaydimi? Ha, ko'p qatnashlar kamaydi. Oldin og'riqlar bor edi birinchi kurs lechini ichganimda o'zgarish kam bo'ldi-da, keyin ishonchsizlik yo'qoldi. Keyin qo'ng'iroq qildim o'g'limizga. Qo'ng'iroq qildim, "Dodajon, buni ichib turing. Keyingisi bor, yana uni ichsangiz xudo xolasa yaxshi. Keyingisi lekin yaxshi ta'sir qildi. Ikkinchi kun alay Prostamix bor, o'sha yaxshi aniq shifo berdi Alloh shunda." O'sha hamma yo'riqnomalarga amal qilib, vaqt-vaqtida ichdingiz. Necha mahal ichdingiz? Ertalab bir mahal, kechqurun 2 mahal bir sutka. Ikkitadan ichdim-da, 4 kapsula ichdilar. 4 kapsula. Nojo'ya ta'sirlari bo'lmadimi? Yo'q. Unda davleniyni oshirish, bir oshqozon og'riq degan narsalar. Undan narsa bo'lmadi, Xudoga shukr. Og'riqlar qoldi, Xudo. Og'riqlar qoldi, 85-90% qoldi. Xudo xohlasa. Hali ko'p qatnashlar ham, og'riqlar vobshe yo'q bo'ldi, Xudoga shukr, yaxshi. Yaxshi. Uyquda yaxshi bo'ldi. Uyqu ham yaxshi. Oldin 3 marta, 4 martalab chiqardim kechqurun. Alhamdulillah yaxshi. Charchoqlar qanaqa? Charchoqlar yo'q, ishtahalar ham yaxshi. Bir joyingiz og'risa, ishtahangiz ham bo'lmaydi-yu. Shunaqa. Bu yaxshi, Xudoga shukr. Endi hamma gapchi o'g'lim, niyat qilib astoydil, agar ishonch bo'lsa insonda, Xudoga niyat qilib ishonib ichsangiz, Alloh shifosini beradi albatta. Shunaqa, Xudo xolasa yaxshi. Biz sizni zo'rlab, Yo'q. bunaqa narsalar bo'lmadi. Yo'q, undaqa narsalar bo'lgan yo'q. O'zingiz xohlab, gapirib. O'zim xohlab, o'zim topdim-ku sizlarni. Mayli. Sizlarni qilayotgan ishinglar bor, savobli ish. Xudo xolasa bizdan ham qaytsin, lekin Allohdan qaytgani boshqada baribir. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah Rabbil alamin va salatu va salam ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabiga ajmain. Mehribonim Allohim, avvalambor o'zing sababchi shu Prostamix dorilarni ichdik. Allohim shundan shifo berding. Shu o'g'illarimiz ham shularni ishlab chiqarayotgan firmalar ham shu xizmat qilayotgan, biz uchun xizmat qilayotgan o'g'illarimizni sizlarni martabalar, ulug' umrlarini ziyoda qilgin. Dardlardan o'zing saqlagan, qilayotgan rejalarini, duolarini ijobat qilib, topganlari hamisha barakotli qilgin, yaxshi kunligi nasib qilgin. Allohumma salli va sallim va barik ala sayyidina Muhammad. Allohu akbar.